Erkin Asiya radiosunun xabar qilishicha, yaqinda Amerikadagi Valley Blackwell nashriyati tarafidan nashr qilingan kishilik huquqqa doir tilshunoslik nomli cho'ng tipdagi qo'llanmaga tajovuzchi Xitoy hukmronligi ostidagi Uyg'ur tili yozig'i va madaniyati duch kelayotgan ig'ir krizlar kirgizilgan ekan. Mashhur qo'llanma finlandiyalik tilshunos Tove Kangas xonim va uning eri, qonunshunoslik professor Robert Finnsonning bosh muharrirligida nashrga tayyorlangan. Kangas xonim yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yerlik xalqlarning til va milliy ma'rifini qo'g'dash xizmatlarida maslahatchilik vazifalarini o'tab kelayotgan mutaxassislarning biri ekan. Qo'llanmaga tilshunoslik va madaniyat sohasidagi 60 dan ortiq mutaxassislarning dunyoning har qaysi joylaridagi yerlik xalqlarning tillari duch kelayotgan kishilik huquq vaziyati va har xil sabablardan uchrayotgan besim krizislarga tema qilingan tekshirish dokladlari kirgizilgan bo'lib, Uyg'urlarning til yoziq va madaniyat sohasida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik uchun maxsus bir sahifa ajratilgan. Qo'llanmaning mundarajasida ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur tilining buzg'unchilikqa uchrash ahvoli haqidagi sahifani Uyg'ur ziyolilaridan Norvegiyadagi Abduvali Ayub, Amerikadagi tarixshunos Shunqar Tekin va doktor Erkin Sidiq qatorliqlar birlikda tayyorlagan ekan. Erkin Sidiqning bildirishicha, bir yil ilgari Kangas xonimning tashabbusi bilan 3 nafar Uyg'ur ziyolisi birlikda Uyg'ur tilining buzg'unchilikqa uchrash ahvoli haqidagi mazmunlarni tayyorlashni boshlagan. Qo'llanmaning Uyg'ur til sahifasi uchun asosli qalam tavratguvchi Abduvali Ayub bo'lib, u bu sohadagi mazmunlar haqida bir qadar tafsiliy ma'lumot berib, qo'llanmaning Uyg'ur til yozig'i sahifasida Uyg'urlarning til yoziq taraqqiyoti haqida umumyuzlik ma'lumot berilganligi, Uyg'urlarga yurgizilgan majburiy yoziq o'zgartish siyosati sababidan Uyg'ur tili yozig'ida va madaniyatida yuz bergan fojiali qismatlarning bayon qilinganligini, Uyg'urlar Chag'atay Uyg'ur yozig'i nomida 1000 yillarcha qo'llanib kelgan bu yoziq o'tgan asrning 50-60-yillar mezgilida Xitoy kommunist hukumati va sobiq Sovet ittifoqining besimida majburiy holda yoziq o'zgartish to'lqiniga duch kelganligi. Bu sababdan Uyg'ur ajdodlar bilan avlodlari orasida til madaniyat uzukchiligi paydo bo'lganligi, ya'ni Xitoycha pinyin asosida o'zgartirilgan Uyg'ur latin yozig'i va rus alifbasi asosida o'zgartirilgan Slavyan yozig'i qo'llanishga majbur bo'lgan. Chegaraning ikki tarafidagi Uyg'urlarning ham ajdodlarining yoziqidan, ham bir-birining yoziqidan xabarsiz qolishidek ochiq qismatlar yuz berganligini bildirgan. Abduvali Ayub yana mazkur qo'llanmaga Uyg'ur tili yozig'ining keyingi mezgildagi xitoylashtirish siyosati sababidan yo'q qilinish girdobida qolganligi haqidagi mazmunlarning kirgizilganligini bildirdi. Xitoy virusni nolga tushirish siyosatidan voz kechgandan keyin Xitoyda Xitoy virusi bilan yuqumlanish yuqori pallaga chiqqan bo'lib, doktorxonalarga ta'sir ko'rsatib, tibbiy xodimlarga asosan yuqumlangan ekan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy virusi bilan yuqumlangan Xitoy tibbiy xodimlarning soni tez suratda ko'payayotgan bo'lib, ularning ba'zilari davomli xizmat qilishga talab qilingan ekan. Xabarlarga qaraganda, navbatda muxbirlar davolashni saqlayotgan bemorlarning soni va balnisga ilinganlarning aniq soniga erishamagan. Ammo ijtimoiy tarqalishlarda tarqalgan sin ko'rinishlarda Beijing va boshqa shaharlarga bemorlarning doktorga ko'rinishi uchun necha soat saqlaganligi ko'rsatilgan. Bir Xitoy doktor har kuni 700 dan 800 gacha qizitma bemorlarning doktorxonaga kiradiganligi, hozir doktorxonada qizitma va zukamni davolaydigan dorilar kamchil bo'layotganligi, doktorxonaning davolash xodimlaridami qo'g'dash tadbirlari kamchil ekanligi, barliq operatsiyaning to'xtaganligini bildirgan. 14 dekabr kuni Dunyo sog'liqlik tashkiloti Xitoyning Xitoy virusi yuqum nolga tushirish siyosatini bo'shatishdan burunla Xitoy virusi keng ko'lamda tarqalib bo'lganligini bildirgan. Fransiya agentligining xabariga qaraganda, Dunyo sog'liqlik tashkiloti ommaviy sog'liq jiddiy planining ijroiya mudiri Rian muxbirga Xitoyda yuqumning keng tarqalishi, Xitoy virusi yuqumining oldini olish tadbirlarining bekor qilinishi bilan munosabati yo'qligini, amaliyotda nolga tushirish siyosati bo'shatishdan xeyli burunla shiddat bilan o'rlashga boshlaganligini bildirib, Xitoy uslubidagi Xitoy virusining tarqalishining oldini olish tadbirlari
omikron turiga qarshi turish virusining oldingi bosqichlariga selishtirganda ancha unumlik bo'lmaganligini, vaksinaning qoplanish doirasining cheklik ekanligini, yuqori unumlik vaksinaning kamchilligini, omikronning darajadan tashqari tarqalish kuchi borligini, bularning hammasi og'ir darajada ommaviy sog'lomlik masalalarini keltirib chiqarish ehtimolligi borligini ta'kidlagan. Angliya Tashqi ishlar ministri Kovil 14 dekabr kuni Xitoyning Manchesterda turishliq bosh konsul Jing Yuanni o'z ichiga olgan 6 nafar diplomatni Angliyadan yutkab ketganligini e'lon qilgan. Kovil Angliyaning 14 dekabr kunini oxirgi muddat qilib belgilab, Xitoy hukumatidan odam urush voqeasiga aloqador diplomatlarning diplomatik immunitet huquqini bekor qilishni talab qilganligini, ularning cho'qim Angliya soqchilari tomonidan tekshirilganligini bildirgan. Buningga qarata Xitoy hukumati muhlat to'shqanda 6 diplomatni o'z beshimchilik bilan Angliyadan qaytarib ketgan. Xitoyning Angliyadagi bosh elchixonasi muxbirlarning savoliga javob berib, Xitoyning Manchesterdagi bosh konsulining vazifa o'tash muddatining to'shqanligini va xeyli burunliq Xitoyga qaytarilganligini, buning Xitoy tarafdagi xodimlarning normal almish ekanligini bildirgan. BBCning tahlil qilishicha, Xitoyning diplomatlarni almashtirish qarori bo'lmasa, ularning oxirgi ultimatum vaqtida Angliyadan qo'lab chiqarilishining oldini olish, talash tortishni pasaytish va Angliya bilan Xitoy o'tirisida davomli tirkishdan saqlanish uchun ekan. Angliya Tashqi ishlar ministrligi soqchilarning yetarli isboti bo'lmasa, Xitoydan odam urgan aloqador diplomatlarning diplomatik immunitet huquqini bekor qilishni talab qilganligini, agar Xitoy rad qilsa, ikki davlatning diplomatik oqibatlarining kelib chiqadiganligidan ogohlantirgan ekan. 14 dekabr kuni Kanadada partiya alqagan parlament a'zolari birdek bilet tashlab, jalliq organ yig'ilishga qarshi qonunni ma'qulladi. Bu Kanadaning tunji qitim jalliq organ yig'ish, odam a'zolarini ko'chirish sayohati va a'zo atkazchiligi qatorli qilmishlarga qarshi turish uchun qonun ma'qullashi ekan. 2006 yildan boshlab kishilik huquq advokati David Matas va sobiq parlament a'zosi David Kilgor nurg'un tekshirish va tadqiqotlarni elib berib, Xitoyning Uyg'ur va Falun Gong murtlarining ishki a'zolarini maxfiy holda yig'ib olib, zo'r foyda olib sotadiganligini isbotlagan ekan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning ziyonkashlikka uchirgan Falun Gong murtlari, Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa tashkilotlar parlament binosining oldida yig'ilib, yangi qonun loyihasining o'ngishli ma'qullanganligini tabriklagan. Bu qonun loyihasi yana ko'chmanlar va musofirlarni qo'g'dash qonuniga tuzitish kirgizilib, Kanadaning mangulik aholilari yoki odam organ atkazchilari bilan shug'ullanadigan chet elliklarning Kanadaga kirishi rad qilingan. Kanada Konservativlar partiyasining parlament a'zosi Arnold Wilson bu qonun loyihasi Kanadaliklarning chet elga chiqib qonunsiz yig'ib olingan yoki qonunsiz erishgan organlarga erishishni qonunsizlik qilmish degan.